Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy hududlar masalasini faqat Rossiya rahbari Vladimir Putin bilan muhokama qilishi kerakligini aytdi. Bu haqida u Valasis onlayn nashriga bergan intervyusida ma'lum qildi. Uning aytishicha, hududlar masalasi faqatgina prezidentlar o'rtasida hal bo'ladigan masala. Kiyev delegatsiyasi esa gumanitar masalalarni muhokama qilishi mumkin. Shu sababdan Ukraina yo'qotilgan hududlarni Rossiyaning tarkibiga o'tgan deb tan olishdan bosh tortadi. Mening vazifam hududlar bo'yicha muzokaralar olib borish. Bu masalada men o'z pozitsiyamni faqat Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan muhokama qilaman degan Zelenskiy. Uning so'zlariga ko'ra, Rossiya-Ukraina muzokaralarida Kiyev delegatsiyasining Ukraina suvereniteti va hududiy yaxlitligi masalasini muhokama qilish vakolati yo'q. Prezident shuningdek, Ukraina yo'qotilgan hududlarni diplomatik yo'l bilan qaytarishga intilishi va buning uchun yetarli xavfsizlik kafolatlari olishni rejalashtirganini aytdi. Intervyu davomida Zelenskiy yaqin orada o't ochishni to'xtatish mumkinligini aytgan. Biroq barqaror tinchlik faqat Putin ustidan haqiqiy bosim o'rnatilgandagina amalga oshishini ta'kidlagan. Xususan, u AQShni Rossiyaga qarshi sanksiyalar joriy qilishga chaqirgan.